Assalomu alaykum, hurmatli tadbirkorlar, hurmatli fuqarolar. Bugun Agrobank Mingbuloq filialida tadbirkorlar va fuqarolarning uchrashuv kuni. Shu fursatdan foydalanib sizlarga bugungi kundagi bankimiz tomonidan ijodkorlarga kreditlar to'g'risida tushuntirib o'taman. Savollar bo'lsa berishingiz mumkin. Biz bugungi kundan ijtimoiy yo'nalish bo'yicha tanishib o'tsam, kreditlarni chiqargan kreditlarni. Bugun bizda quyidagi yo'nalishlar bo'yicha kreditlar ajratib berilmoqda. Birinchisi yuridik shaxslar uchun tanishib o'taman. 312 sonli qarorga asosan kreditlar ajratib berilyapti. Summasini tushuntiradigan bo'lsam 300 million so'mgacha qat'iy garov asosida, ya'ni 300 million so'm garovsiz beriladi, 100 million so'mgacha ta'minoti sug'urta polisidan olish mumkin. Garovsiz, ya'ni 100 million so'mgacha qanaqa asosda olasizlar. So'nggi 12 oy davomida tartibda faoliyat yuritgan bo'lish kerak. 12 oy davomida tushumlarga ega bo'lgan yuridik shaxslarga beramiz. Ya'ni so'roqxonada pul mablag'i aylantirgan yuridik shaxslarga ajratib beramiz. Buni muddati 7 yilgacha. Albatta sizlarga savol tug'iladi. Imtiyoz davri qancha bo'ladi degan savol tug'iladi. Imtiyoz davri 3 yil muddatga qilib beriladi. Bundan tashqari, ya'ni mutaxassisimizda 7-sonli qarorlarga asosan mahallalarda ajratib kelyapmiz. Biznesga birinchi qadam va biznesga ko'mak. Shuningdek, mahalla loyihasida kreditlarimiz bor, ijtimoiy shaxslarga. Biznesga birinchi qadam shartlarni tushuntiradigan bo'lsa, miqdori 5 million so'mgacha ijtimoiy shaxslarga beriladi. Mutlaq muddatga imtiyozlar oshmas 25% dan ajratib beriladi. Yana bitta imtiyoz Agrobank tomonidan ayollar bo'lgan e'tibor, ular tadbirkorlik qilishga istaydigan ayollarga yanada imkoniyat yaratilgan Agrobank tomonidan, ya'ni 23% miqdori 2% pasaytirilib 23% qilib berilgan. Yana eng so'nggi shartlardan muomala loyihasiga ega bo'lish kerak, oxirgi 2 oy rasmiy ishsiz bo'lishi lozim. Shuningdek, biznesga ko'mak 17 million so'mgacha, ya'ni 5 million so'mdan tashqari 17 million so'mgacha kreditimiz bor. Ijtimoiy shaxslarga 48 oyga beriladi 6 imtiyozlar bilan. Bunda ham kredit foiz stavkasi 25%, ayollarga imtiyozlar 20% dan ajratib beriladi. Ta'minoti 3-shaxs kafilligi sug'urta polisi asosida beriladi. Bunda ham sharti muomala loyihasiga ega bo'lgan bo'lish kerak. Oxirgi 2 oyda davomida rasmiy ishsiz bo'lgan bo'lish lozim. Endi bundan tashqari mahalla loyihasi asosida bugungi kunda kreditlar ajratib kelyapmiz. Agrobankka biriktirilgan 12 ta mahallaga ajratib kelyapmiz. Yana buni shartlarni tanishtiradigan bo'lsam, 50 million so'mgacha beriladi. Ijtimoiy shaxslarga muddati 5 yilgacha, ya'ni 60 oy. Imtiyoz davri 24 oy. Ayollarga foiz stavkasi 1 xil 25% dan, ayollarga 2% imtiyozlar 2% ligotasi bor. Ya'ni 23% dan beriladi. Bunda ham xuddi ta'minot shartlari aytilgan bo'lsa, sug'urta polisi hamda 3-shaxs kafil asosida ajratib beriladi. Shartlari ham xuddi 7-sonli qarorga asosan 1 xil muomalalarga ega bo'lish kerak. Oxirgi 2 oyda rasmiy bo'lgan bo'lishi lozim. Bu mashhur bugungi kunda ijtimoiy yo'nalishda ajratib kreditlarimiz. Marhamat, savollar bo'lsa berishlaringiz mumkin, javob berishga tayyormiz. Bo'limizda bugungi kunda loyihalar bor. Masalan, shular savol bermoqchi bo'lishlar mumkin. Bugun Xudo xolasa qo'limizdagi loyihalarni ajratib beramiz. Yuridik yo'nalishda bor masalan. Ularni turibdi hozir navbat asosida kirib kelishyapti. Ular hammasiga ajratib beramiz deydi. Savol yo'qmi? Rahmat, salomat bo'ling.